Agar bir odam sizga zarar bermoqchi bo'lsa va siz dushmaningiz ziyonidan, yomonligidan, hiylalardan qo'rqadigan bo'lsangiz, ushbu duoni aytadigan bo'lsangiz, Alloh azza va jalla shu dushmaningizni hamma zararini, hiylasini o'ziga qaytarib yuboradi. Ushbu duoni 7 marotaba qaytarasiz. Va ufawwidu amri ilalloh innalloha basirun bil ibad. Ma'nosi o'z ishlarimni Allohga topshiraman va albatta Alloh azza va jalla o'z bandalarini ko'rguchidir. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan duoni aytasiz. Allohumma kfinihim bima shit. Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udhu bika min shururihim. Ya Rabbim Alloh, dushmanimga o'zing kifoya bo'lgin. Ya Rabbim Alloh, ular menga zarar bermoqchi bo'lsa, sen o'zing menga qalqon qo'rg'on bo'lgin va ularning yomonligidan sendan panoh so'rayman. Va albatta bu duoni ixlos bilan ko'p aytadigan bo'lsangiz, albatta buning ko'p foydasini ko'rasiz.